Bugungi kunda bir juda ham katta o'zgarishni sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Bir paytlar men Rossiya Federatsiyasini Tyumen viloyatida avtomaktabda o'qituvchi bo'lib ishlaganman. Yigitlarga dars o'tardim. Avtomobil boshqarish, amaliy boshqarish bo'yicha. Shu yerda bir narsani guvohi bo'ldim. Bizni tengqurlar, bizdan yoshi katta bo'lgan, mustaqillikdan keyin suyagiga qotgan yigitlar asosan. Shularni avtomobilda amaliy boshqarishni, ya'ni ruscha aytganda vojдение qilish uchun shaharga olib chiqsangiz, rulga o'tirganda iligi qaltiraydi. Qaltirash qanaqa desa, shunday rostga ham qaltiraydi. Qaltirab oyog'i taq deb mashinani poliga uriladigan darajada qattiq qaltiraydi. Biza oldingi ma'muriyat davridagi siyosatda nihoyatda fuqarolarimizni oddiy pojarniyni formasini ko'rganda ham qo'rqadigan holatga olib kelib qo'yganini bitta isbotida bu. Keyinchalik bir narsani guvohi bo'ldim. 2016-17 xullas ikkinchi ma'muriyat davrida suvagi qotishni boshlagan yigitlar, ya'ni hozirgi kundagi yoshlarimiz pravo olish uchun kelishni boshladi. Ularni xarakteri bilan bizni yoshdagi bizdan kattalarning xarakterida ot bilan tuyadaqa farq bor. Bitta yaqqol ko'zga tashlanadigan narsa, ular deyarli hech narsadan qo'rqmaydi. O'ziga yarasha fikri bor. Hamma narsani boricha qabul qilishadi. Meni mana shu yoshlardan juda ham umidim katta. Kelajakda o'zgarishlar qiladigan insonlar biz va bizdan kattalar emas, bizdan kichkinalar, ya'ni bugungi kunda sahnaga chiqib kelayotgan yoshlar deb o'ylayman. Nimaga bunaqa desangiz, ular shunday rolga o'tiradi-da, ko'chaga chiqib mashinadan haydab ketadi. Yosh kichkina bolalar. Mana mashina minganlar, haydovchilar yaxshi biladi. Pol pritsep, ya'ni tirkamali transport vositalarini haydash nihoyatda qiyin. Ularni o'rganish uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Lekin u yigitlar keladi-da, bir hafta 10 kun mashg'ulot o'tkazgandan keyin mashinani shunaqa chiroyli, xuddi bizni yoshdagilar 10 yil haydovchilik qilgan haydovchilardan yaxshi boshqaradi. Ya'ni avtodromlarda 90 gradusli yoki parallelniy parkovkalarga qo'yishda ko'rsatib bersangiz, 1-2 marta ko'rsatib bersangiz, 1-2 marta xato qiladi, keyin shunaqa tez o'zlashtiradi, hayron qolasiz. Bu yigitlarning miyasini tozaligidan, yaxshi olishidan. Ko'cha-ko'yda ba'zi bir xatolik bo'lib, o'qisdan mashina o'chib qolsa, kattalarimiz shunaqangi shokka tushib qoladi. Haligi yerda siz ham zo'rg'a uni shokdan chiqarasiz-da, mashinani qayta yurgizib ketish amri mahol. Lekin yoshlarimiz ko'chada shunaqa vaziyatga tushib qolsa, nima bo'ldi palon, o'chirib qo'ydingiz mashinani desa. O'chib qoldi-da deydi. Men o'rganyapman-ku deydi. Bu o'chib qolish tabiiy-ku aka bu deydi. Yana shunday mashinani yurgizadi-da, bir qo'rqish, hijolat, hayajon degan narsadan asar ham yo'q-da. Men o'zimcha o'ylayman, kelajakdagi Jaloliddinlar, Amir Temurlar menimcha shularning ichidan chiqadi, xudo xolasa. Yoshlarimiz bosinglar, kelajak sizlarning qo'linglarda. Bizda menimcha sizlardagi bor jasorat yo'q. Sizlarda hamma narsa, xudo xolasa, imkoniyatlar ham, jasorat ham. Bo'shashmanglar, gazini bosinglar.